1, 2, 3, 4 hamda 5 parchadan iborat bo'lgan bu ugolokimizda hamma taraflari ochiladi, full paketda. Mexanizmlarda ishlangan. Mexanizmlarimiz Turkiya mahsulotlari. Modelimiz ayni Turkiyada ishlab chiqarilgan modeldan %100 kopiya qilingan. Komplektatsiyamizning o'zini ikkita pufiklari bor, yostiqchalari komplektda shunaqa chiroyli ranglarda ishlangan. Undan tashqari sizni xohishingizga ko'ra xohlagan rangingizda qilib beramiz. Matolarimizni Xitoy hamda Turkiyadan keltirilgan fabrichniy matolardan foydalanamiz. Karkazimiz finskiy fanera hamda rossiyskiy tavrikov quritilgan yog'ochlardan foydalanamiz. Oyoq qismlariga ham ahamiyat berasiz. Qalin qilib tabiiy yog'ochdan ishlangan. Komplektatsiyamiz uchun Turkiyada ishlab chiqarilgan ozgina klassika bo'lgan jurnalligimizni qo'shib qo'yganmiz. Xohlovchi mijozlarga xohlagan tarzda yasab beramiz. Pufiklarimiz ham shunaqa katta razmerlarda ishlangan, juda qulay bo'lgan. Porolon plotnostimiz 30 hamda 35 plotnostdan foydalanganmiz. Sifatlari a'lo darajada bo'lgan bu modelimizni juda ham hamyonbop narxlarda siz uchun qilib beramiz. Hurmat bilan Arlida mebel jamoasi.